شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraninki 88-oyatiga keldik. Mazmun yana shu ahli kitob Musa alayhisalomning ergashuvchilari hisoblanadigan Yahudilar haqida ketyapti. Yahudilarning nurg'un mayli qalbiy olsun yoki amaliyatda olsun yuz bergan xatoliklarni so'zlab o'tdik. Endi Yahudilar Banu İsrail o'zini oqlab bu haqda nima deydi? Bugungi darsimizda inshaalloh Alloh subhanahu va taolo Yahudilarning o'ziga oqlash uchun ko'rsatgan bahonasini bizga hikoya qilyapti. Qani bularning bahonasini bir anglab boqaylik. Astag'izu billah va qalu qulubuna g'ulf bal la'anahumulloh bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Bular deydiki bizning qalblarimiz, bizning yuraklarimiz taqoq deydi. Yani demek çoğunu biz sırttan özümüzün ahvalını düzeltgüdek malumat almasak mı buludu? Bizim özümüzün bilimi özümüzge yeterlik. Sen bizge işi yetmesen mi buludu? Bizim karşımızda kitap var, Tevrat var. Sen kimsen bizge işe yetküdek digen mezmunda alsak mı buludu bunu? Ya ki bizning qalblarimiz başta peçetlengen, sizning gaplarını biz tushunmadik, sizning gaplarni quloqimizdan kirmaydi bizning degan shaklda olsak bo'ldi. Har holda bular o'ziga mushu xil shaklda bahona ko'rsatdi. Amaliyotda bularning bu darajada bo'lib ketishning asosliq sababi balla'anahumulloh bi kufrihim. Bularningki kufrlik sababilik, ne'matlarga tanğanlik sababilik, Peygamberlerini inkar qilganlik sabablik, peygamberlerini o'ltirganlik sabablik, Allah'ның nimetini inkar bilan, naşükürlük bilan qarışlaganlik sabablik Allah'ның la'natiga uchragan odamlar bu. Bizning Uyg'ur tilida la'natgardi deb, arab tilidagi la'anahumulloh, Alloh bularga la'nat qildi degan so'z o'z rahmatidan yiroqlashtirdi degan gap. Biz sal beshiga qaytaylik. Alloh subhanahu va taolaning insonlarni hidayet qilishi ikki xil bo'lib, biz buni Hudallil muttaqin degan oyatning tafsirida so'zlagan. Bir qismi ularga ko'rsatish shaklidagi hidayet. To'g'ri yo'l ma'vo, xato yo'l ma'vo. O'zing tanla, insonga erkinlik berilganda, inson bir yo'lni tanlab bo'lgandan keyin, masalan, mu'min iymon yo'lini tanladi. O'zini Alloh tarafiga otdi bo'lsa, Allohning ikkinchi hidoyati mu'minga keladi. Yani Allah onunki bu yolda menişiga yardım berdi, yollarını açıp berdi, kolaylıklaştırdı. Bunun imanda texmi mustahkamlashishiga yardım berip, şununla münasebetlik yollarda bunun işlerini kolay kıldı. Bu ikinci hidayet, yardım hidayeti. Endi meyada Allah bularga lanet kıldı degan gap, bular birinci hidayetlam ötmedi bular. Bularga peygamber avatildi, peygamberler avatildi, kitaplar tushirildi. Shuncha mo'jizalar bularning oldida qo'yildi. Shuncha ne'matlar bularning oldida qo'yildi. Bular yana bir yo'lni tanladi. Tabiiyki hidoyat yo'lini tanlamay, iymon yo'lini tanlamay, yana bir yo'lni tanlagan odamga ikkinchi xil yordam hidoyat kelmaydi-da.
Bular Allah'ın rahmetiga erişemeydi de, Allah'ın yol körüstüşüge erişemeydi de, bu velillahil mesalul a'la. Biz dünyadaki insanlar olan insanların oturup yüz burduğun bazı ictimai misallar düşündürsek, men bir yolun targ'ibatchisi yoki birisi mendan maslahat so'rab keldi. Ma'lum bir tijorat haqida yoki ma'lum ish haqida maslahat so'rab kelgan bo'lsa, men uningga deymanmdi. Ba'zilar manda qilyotdi, ba'zilar manda qilyotdi. Sizning ixtiyoringiz, ammo men mani tashabbus qilaman. Men to'g'ri yo'l, mana qilsangiz, sizning tijoratingizga mushu munosib. Siz mushtaq qilsangiz oxirga chiqa olaysiz. Biz menda qo'limizdan kelganini qilamiz, chunki bu siz mushu orqali keyin yuksalsangiz hamma o'ylarga foydali deyman. Mendan maslahat odam mening fikrimni to'g'ri tutib, to'g'ri tunib, ya'ni osh fikrimni tutib shu ishni qilsa, tabiiyki ikkinchi qadamda uningga yana yo'l ko'rsatishga boshlayman. Ha, endi ani qiling, mani qiling, qo'limdan kelishicha iqtisodiy yordamlarni berma, uning boshqa yo'llarini aytishga men yordam qilaman. Ammo men targ'ib qilmagan, tarjih qilmagan yana bir yo'lni tanlasam, endi ixtiyoringiz. Men sizga ikki yo'lni deb berdim. Ma'lum bor, haq ani qotidman, ammo mening tarjihim bu degan bo'lsam, men xolamagan, ya'ni men uning oxirati xayrlik chiqmaydi deb qaragan yo'lni tanlasa, tabiiyki undan chatoqim bo'lmaydi-da. Mana bu insonlar o'tirisidagi bir muomala farqi. Tabiiyki Alloh subhanahu va taolo bu shaklda iymon yo'lini, kufr yo'lini oldimizda qo'ydi. Insonga mush nuqtada ixtiyorlik berdi. Qolgan inson ixtiyorlik yo'q. Insonning faqat to'g'ri va xato yo'lni tanlashda ixtiyorligi bor. Qolgan yashash, o'lish, yana bir narsa kuchli bo'lish, ojiz bo'lish ixtiyorlik yo'q insonningki. İnsan şu ixtiyor qo'yilgan ikki yo'lning birini tanladi. Şu buncha yo'l bo'ladi oxirigacha. Kufr yo'lini tanlagan bo'lsa, Alloh uni qo'yadi, xolos. Mangsan bu yo'lda. Ammo inson bu yo'lni tanlagan bo'lsa, Alloh uning yo'llarini ochadi, yordam beradi uningga, iymon yo'llarini kengaytiradi. Shu vaqtda bu yo'lning yetakchisi hisoblanadigan Qur'on buningga aytiladi. Biz bu mazmunni zalikal kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin. Qur'on muttaqinlarning yo'lboshchisi degan vaqtimizda izohlagan. Muttaqin, mushu muttaqinlarning yo'lini, iymon yo'lini tanlab bo'lgandan keyin Qur'onning manbasi uning shu vaqtda aytiladi. Qur'onning nuri shu vaqtda. Shunga Qur'onni boshqa yo'lni tanlaganlar ko'rolmaydi. U mustashriq shaklda tadqiqot, akademik va har qanday bir ismlar bilan kelib, Qur'onni har qancha tushunaman desin, Qur'on ajoyib bir kitobki, o'zining yo'lini tanlaganlarga echiladi, yana bir yo'ldagilarga echilmaydi. Tamam, tarjima qila olishi mumkin Qur'oni Karimni, ancha-muncha izohlay olishi mumkin, lekin Qur'on uningga haqiqiy o'zini ochmaydi. Chunki Qur'on o'zi dediki, hudal lil muttaqin. Ya'ni bu gapimizning bugungi darsimizga munosabati nima? Bugungi darsimizda Alloh subhanahu va taolo ahli kitobning Banu Isroilninki bu qadar xatolashib ketishininki, bu qadar xato yo'llarni mengib ketishining o'zi ko'rsatgan bahonisini bichit qilib, amaliyotda uning qalbi o xil shaklda taqalgan bir narsa emas. Bular yana bir yo'lni tanlaganligi uchun, kufr yo'lini tanlaganligi uchun Allah bunu yordamlardan, rahmatlardan, hidoyatlardan qo'g'ladi bularni. La'nat qildigini shulardan qo'g'ladi bularni. Demak, bular ko'ranmaydi o hidoyatni, o rahmatni ko'ranmaydi bular. Faqalilan ma yu'minun. Bular bak oz iymon etadigan bular. Chunki umumiy to'plum mushu xil shaklda. Bir jamiyatning to'g'ri hamma odamlar bir xil olmaydi. Har ishda bir ehtimollik bor. Banu İsrail'nin hamma adamlar bir tayoqda haydigan olmaydi. Bunun ichida iymon etadiganlar bor. Ammo Banu İsrail jamiyati, Banu İsrail topluluğu bu xil shaklda, ya'ni ularning umumiy ahvoli bu. Biz odatda bir millatni yaxshi, eski, boy, namrat, sapoliq, sapozda baholashda millatning umumiy soniga qaraymiz emasmi? 10 millionlik millatninki 8 millioni, 9 millioni yoki undan ko'proq son nim bo'lib qolsa, namrat bo'lib qolsa, bu millat namrat millat deymiz. Boy bo'lib qolsa, boy millat deymiz. Ashu 9 million, 8 million son sapoliq bo'lsa, sapoliq millat deymiz. O 1-2 million saposizlar hisob emas. Ammo 7-8 million, 10 millionlik millatdan saposizlik bo'lib, az bir qismi eksi bo'lib qolsa,
yana ko'p qism bo'yicha hukm qilinadi. Biz Banu Isroilga bu xil shaklda ayblashimiz qanaqadir mutlaq Banu Isroilning har bir asosi ya unda emas, bundan nima? Har isil yaxshi odamlar bor. Ammo ko'p qismi millatning umumiy ahvoli bu. Allah subhanahu va taolo bizga Banu Isroilning o'zlarining iymon etmaganligi, payg'ambarlarni o'ltaganligi, ulardan yuz bergan har ishni qanday aqlaganligini bu oyatda tilga ilyapti. Bular nima deydi? Deydiki, bizning qalblarimiz g'ulfun deyapti. Arab tilidagi bu g'ulf degan so'z bizning Uyg'ur tilidan balki g'ilafda bir narsaning g'ilifi, qop degan ma'noda bir narsani g'ilaflash deymiz. Bu g'ulfunni ikki xil o'xshab bo'ldi. G'ulfun deb kutub o'xshash. Ya'ni bizning qalblarimiz g'ulfun degani bularningki qalblarimiz taqoq. Ya'ni sirtdan ma'lumot elinmaydi bu qalbga. Chunki bu qalbda, bu yuraklarimizda bizda demakchi ular yetarlik bilim bor. Yetib eshidi bizga. Xuddi biz yana bir gapga, payg'ambarlarning gapiga, yana bir birovlarning bizga kelib dars o'qitishiga ehtiyojimiz yo'q degandek bir ma'no bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa qalblarimiz taqoq degani pechatlangan. Alloh pechatlagan, tomg'i bosib o'tgan. Buningga hidoyatning shuolari o'tmaydi, nurlari kupurning iznasi buning ichidan chiqmaydi. Ichidagi kupur sirtiga chiqmaydi, demak biz o'zgarmaymiz demakchi. Endi agar mushta deyilsa, yani Allah bularning qalbiga pechatlab buni iymon etmas qilib aytgan bo'lsa, balkim so'rashing mumkin. Nima ish qildi? Sabab nima? Agar zodi bularni shunda pechatlab aytgan bo'lsa qalbiga, nima uchun pechatlanganak, nima ish qildi bu insonlar desa, Alloh subhanahu va taolo buningga javob berib deyapti. Balla'anahumullohu bi kufrin bayatni degani shu. Yani bu yerdeki bel degan so'z ilgirki gapning to'g'ri emasligini ifoda etadigan so'z arab tilida. Unda emas degan gap, balki ishmonda degan gap. Ya'ni ularning yetarlik bilimdor bo'lganligi payg'ambarlarga muhtoj bo'lmog'idak payg'ambarlarning manhajiga. Bu to'g'ri emas bu. Unda ish yo'q. Amaliyotda ular la'natgardirlar ular. Allohning rahmatidan qo'llangan shaxslar ular. Shuningga hidoyatning nurlari nurning hidoyatning ularning qalbiga yetmaydi, o'tmaydi. Bunda bo'lishining sababi Alloh sababsiz bularning qalbiga mo'r bosganligi uchun emas. Mo'r bosdi deyilganda sababsiz bosmoqlik uni. Ammo bularning hidoyat kelib, nur kelib, bu hidoyat nurlarni, yo'ruqlikni kufr bilan dastlab to'sib o'tganligi sababidan. Biz bayatdan dedik, bularga payg'ambar kamida emas keldi. Ummatlar ichidagi payg'ambar eng ko'p kelgan millat bu. Kitob tushmida emas tushdi. Samoviy biz tilga oladigan cho'ng kitoblardan Tavrat tushdi, Injil tushdi. Ammo bular buni rad qildi bular. Shunlashqa Allohning rahmatidan qo'g'landi oldi bular. Chunki iymonni kufr bilan to'sqa odam tabiiyki qo'g'lanadi. Men bayatning darsning başida tushundim buni. Buning qalbiga iymon nurlaridan hech bir nur kirmaydi buning. Chunki bu o'zining yo'lini tanladi bu. Shuningga biz bu yerda bir nuqtaga diqqat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bularni dastlab bilan la'nat qilmadi. Hech kimsa la'nat qilmadi. Ba'zilar kufr mas'uliyatidan qaçmoqchi bo'ldi ba'zilar. Mushta qassoq mas'uliyatdan qochib qutulib olsak, qiyomat kuni azobdan qutulamiz miki deb o'ylab, nima deydi bular? Qur'oni Karimdagi sura Fotirning 8-oyatlarga o'xshash oyatlar bor. Innalloha fa innalloha yudillu man yasha va yahdi man yasha. Alloh xohlaganni hidoyat qiladi, xohlaganni ozdiradi degan oyatni o'ziga akaplar. Ko'rdingmi? Alloh xohlaganni hidoyat qildi ekan, xohlaganni ozdirdi ekan. Mening hidoyat topmasligim Allohning xolishi, Allohning xolisidan qarab turmoqchiman. Alloh o'zi xolab mushkunga keldi. Xudoyim xolis men mu'min bo'laman. Menga nima deb bunda bir bahona ko'rsatdi. Yana bu mushta bir kufrlarningki pakiti bu. O'zicha mushunda pakit ko'rsatsak, qiyomat kuni azobdan mushu pakitni qutquz deb o'ylaydi bular. Bular deydi-ki Alloh subhanahu va taolo xalq odamni ozdirdi. Madam Allah mening ezishimni xoladi, mening gunoyim nima deydi bular? Allah mening ezishimni xolagan bo'lsa deydi. Men Allohning xolishini cheklayalamdim men deydi.
Biz bunda adamga deymizki, dersinin başında kısa deb ötdük. Allah mutlaq ishlardan ma'lum bir ishni qaytlagan bo'lsa, biz qayt qilib Biz oyatlar qarab baqaylik. Hidayet qilmaslik babida 3 oyat var. Vallahu la yahdil qavmel kafirin. Allah kafirlarni, kafir qavmini hidayet qilmaydi. Vallahu la yahdil qavmez zalimin. Allah zalim qavmini hidayet qilmaydi. Vallahu la yahdil qavmel fasiqin. Allah fasık qavmini hidayet qilmaydi. Ya da kafirni, zalimni, fasıqni deb 3 tane söz var. Yani Allah subhanahu wa taala bu ayette bizge şunu haber qildiki, şunu bizge dediki, Allah özünün hidayetke bo'lgan yordamini 3 türlük adamdan cheklaydiganligini, yani ilan hidayet qilmaydiganligini aytdi. Birisi kafir, birisi zalim, birisi fasık. Endi Allah subhanahu wa taala muşuladın hidayetini destledilan tostumu, çekildimi, hidayet qilmadim bularni. Yoki bular şunçilik azg'unlik, şunçilik gunohlarni qildiki, bu gunohi bularni Allohning hidoyatiga loyiq olmaydigan bir yerga kelib qo'ydimi? Ya'ni Allohning hidoyatiga loyiq olmaydigan, layoqatsiz qilib qo'ydigan gunoh o'tkazdimi bular? Qarab baqaylik bularga. Birisi kafirin. Nima degan gap bu? Inkor qiluvchi, yana bir yo'lni tanlovchi degan gap. Ya'ni Allohga kufrla yuzlangan qarshi chiqqan odam. Allohga kafir bo'lgan odam. Allah'ın ayetlerini anlaşılır qilgan adam, Allah'ın peygamberlerini anlaşılır qilgan adam, Allah'ın dünyası kainat hakkında teammül o'ylanishni rad qilgan adam, Allah'ın xalqi haqqida teammül qilishni rad qilgan adam, o'zini yaratgan zot haqqida teammül qilishni rad qilgan adam, osmon zaminning yaratilishi haqqida o'ylanishni rad qilgan adam, mushuning hammani tamamen rad qilib, o'ziga azg'unlik yo'lini o'zi hozirlab, özüge küpürünü yol koygan adamni biz kafir deymiz. Demek bu aldı ölen bu xil işlerini kıldı yani. Yani çünkü onu aval kıldı. Aval kafir oldu. Aval inkar kıldı o. Halbuki Allah subhanahu wa ta'ala dünyada ve şu adamın özü de Allah'a iman etqudek derecede paketlerini koygan. Aşta durup etrafa qaramadı, özüge qaramadı, peygamberler geldi, onu anlamadı, Kur'an kitaplar düştü, onu anlamadı, red kıldı. Anladın mı? Bu aldı bilen red kıldı, kafirlik ne talladı? İmanını red kıldı, küfrünü talladı. Allah onun kalbine mühürünü besip hidayet kılmaydı gaya kapadı. Yani bu aldı bilen insanın tallışının kinki ahval. Bu birinci ayet. Allah kafirliğini hidayet kılmaydı ayet. İkincisi zalimlarni hidayet qilmaydi dedi o. Yani zalim insan degan kim o? İnsanlarga zulm qiladi. Allohdan qo'rqmaydi. Allohning qudratini, kuchini asildidi-yu, parvo qilmaydi. Boshqalar uni aslatsa, zalim o. Bu qadar insonga, buning Allohning kuchiga qo'rqmaganligi, boshqalarga qo'rqmasin zulm qilib, boshqalarni buzaqayotgan odam deganga boshqalar, "Ay Allohdan qo'rq" desa, "Ko'tarava gapingni" deydi. Ma'mening haqqimni ba qiyomatda meni olaman sendan desa, qiyomatda oljiman sen deb qo'ydi. Demak, Allohning qudrati kuchiga parvo qilmaydi bu. Buning bu jinoyati Allohning hidoyat qilmasligiga sabab bo'ladi. Allohning qalbiga mehr bosadi. Fasiq desak, 3-oyatdagi Allah fasiqni hidoyat qilmaydi desak, bu qanday fasiq desa, har qanday bir jinoyat bo'lsa qilgan, gunohliki bo'lsa ishlagan, ma'siyatliki bo'lsa aldirab silab qilgan, demak o'zi ma'lum yo'lni o'ziga tanlagan, yetarlik jinoyatni ustiga otib qo'ygan inson tabiiyki buni Alloh hidoyat qilmaydi. Bu yerda tushunmayliki, tushunib qolmayliki, Alloh buni faqat hidoyat qil. Ya unda emas, bunga avval hidoyatlar avatiladi, Alloh eslatiladi. Qilayotgan gunohlardan eskartiladi. Amma bular Allah'ın avatilgan hidoyat kitob elchilarini inkor qiladi. Allah'ın qudratiga parvo qilmay zulm qiladi. U ogohlantirishlarga pisand qilmay jinoyatning hammani qiladi. O'zlariga kafir, zalim, fasiq degan nomlarni o'ziga yuklaydi. Bundan keyin Alloh buni qanday hidoyat qilsin? Chunki bu yo'l tanlab qo'ygan odam tursa, Allohga qaramagan inson tursa, Allohdan qo'rqmagan inson tursa, Allohning butun
ma'siyatlarning hammini to'sqan, haromlarning hammini qilgan inson tursa, Alloh qanday hidoyat qilsin bularni? Endi acaba sizningcha bular oldi bilan kufrni tanlab, zulmni tanlab, fosiqlikni tanlab, shu kufri, zulm, fosiqlik ustida davom chin qilib musha tursa, Alloh buni yana hidoyat qilsinmi endi bularni? Bunu biz kafirimiz deb tursa, biz degan fosiq deb tursa, biz degan zolim deb o'zining mush yo'lda chin mengvassa, Alloh buni hidoyatga boshlasinmi sizningcha? Zo'mu bularni hidoyat qilsinmi? Yo'q. Allah bizni muxtar yaratdi yani. Allah bizni muxtar yaratgan tursa, yani tanlay oladigan muxtarin şekilde yaratgan insanın bir alohidligi boshqa hayvonlardan farqli tarafi inson hayot yo'lini tanlay oladi. Mashta ahvolda yani bularni zo'mu hidoyat qilsinmi? Tabiiyki yo'q. Bu degan insonning osiylik qilish, itoat qilish, to'g'ri yo'lda menish, xato yo'lda menishki insoniy ixtiyorlikni, insoniy tanlash huquqini zayo qiladi. İnsanın yaratılması bu şekilde. Biz bunu dersimizin baş kısımlarında nurgun dedik. İnsan şunda bir mahluk ki malaikeye okşaş yaratılışıdıllan ibadet, itaatki yaratılgan şekilde yaratılmagan bir mahluk. Hayvanlarga okşaş hayatta yaşaş programımızı muqim bekitib etilingan, özünün ma'lum vazifasini ado qilib, tug'ilgandan tortib shu vazifasini bilib yutadigan, bir narsa o'rganmaydigan bunday mahluk emas. İnsanning özünün normal hizmetleri içki dünyasının, insanın insan bulup turuş asaslarının hemmesi mecburi şekilde insan için hizmet kıldırılgan şekilde yaratılgan olsun ama insanın yol tanlışı, A yoldu bana mı, ma yoldu mu deyip yol tanlışı ihtiyar yaratılgan. Bu noktadan Allah onu özgü koydu. İnsan yol tanlaydı, yol tanlap boğandın keyin Allah şu yoluğa qarta onu muamele kılmadı. Allah gösterdiği yolunu tanlasa yardım verip texmo yollarını kolaylıklaştırdı, hidayet kıldı. Bu yolunu tanlasa Allah onun bu yola çıkışını ümit kıldı. Çünkü Allah özünün bendesini azaplaşını xalamaydı. Ama bu yolunu tanladı. Bu xil ixtiyorluk insana hem birildi. Bunun neticesini hem agahlandırdı. Pisand qilma yol tanladı mı? Kuyutildi insan. Çünkü bu cihette ixtiyorluk hukuku birilgen insanga. Allah subhanahu wa ta'ala özünün mutlak kudretini biz mecburi yaratılgan bir taraflarımız var. Bu yerde ispatlaydı. Mesela bizim bedellerimizde içki azalarımız Allah'ın ki orullaştırış şöyle hizmet kılıyordu. Bizden irademiz bilen emas. Mesela yüreklerimiz, nefesleniş, kan aylanış sistemisi, bizdeki aşqazan, hücre, jigar ve bundan başka bütün azalar Allah'a boysungan azalar. Bu hatta bizga qaramaydi. Biz qat'iy uni qilaman, ani qilaman. Bugün aşqazdım, obdarraq işlesin, jiq yevetdim deb, vaş işletgil olmaydı. Bugün jigirim raus bir işlesin, avasib qaldı, usab qalmaydı digil olmaydı. Yüreklerim tizraq salsın, astraq salsın digil olmaydı. O öz aldığı salıdı, öz aldığı hizmet kılıdı, bizning insan bulup turuşumuzu kafalatli kılıdı. Bu bizning qo'limizda emas. Biz onu ani qil deb buranmaymiz, uni qilmay, buranmagandan keyin qilmaydi. Yoki uni ani qilma demaymiz endi biz. Allah subhanahu wa ta'ala yeni özünün mutlak kudretini ondan başka bizge yüz berdigan kainatda nurgun işlarda ispatlaydı bizge. Tuyuqsiz ağrıp qalımız, ağrımayımız digil olmaydı. Ekilip birine başını sokup ötüdü. Mani üstüge taş düşüdü, mani yıkılıp düşüdü. Mani birisi tacavuz kılıdı bununla. Demek mışta işler var, nurgun işler var. Senin münasibetin yok, sen bu işlerini çekleyemeyse. Yani insan bulup turuşu, dünyaya kelişi, ketişi, saqılışı, axırışı insan kontrol qildiği iş emas. Bunun özü insanın bir acizlik tarafı. İnsan bu noktaya qarab, ya insan bak acizken insanın bütün işleri özünün ilgili emasken deb tushunsa bo'ladi. Ammo insonga qilib qolgan birdan bir narsa. Yo'l tanlash. Ya u yo'lni tanlaysa, ya bu yo'lni tanlasa. Qağaşlının hemmisi insanın iradesiyle emas. Küzünün yaxşı görüşü, aciz görüşü, quluqunun yaxşı anlışı, yaxşı anlamaslığı, çişinin düşüp ketişi, düşüp ketmesliği, sağlam buluşun, yoki kesel buluşun, hemmisi senin ixtiyorluğunda emas. Senin ixtiyorluğunda olan birden bir narsa, hani Allah'ın yolunu tanlaş, yani Allah'ın menhecini qılma degan menhecini tanlaş, yoki tanlamasın. Bu senin ixtiyorluğun, bu sana verilgen ixtiyorluğun. Allah subhanahu wa ta'ala
bu ixtiyorlikni sana birishning sababi oxiratda adil hisob bo'lsin uchun. Agar buni ixtiyorlik vermagan bo'lsa, adil olmaydi. İnsan o'zi xohlab ish qilolmaydi, qiyomat kuni savol so'raydi. Yo'q, qiyomat kuni faqat shuni so'raymiz. Biz tanlagan yo'l Alloh boshqa yerdan emas. Bizga ixtiyor qo'yilmoq masalan, men uruq, ojiz yaratildim. Qiyomat kunisi nima ish qilsan, ig'ir ishlarni qilmay so'maydi. Menga imkoniyat berilmagan narsani qiyomatda faqat so'maydi. Men to'ku yaratildim. Qiyomat kunisi menga ikki fut saq odamlar qiladigan ishlarni meni so'maydi. Qarg'u yaratildim. Ko'zi saq odamlar qiladigan ishni meni so'maydi. Dunyoda qanday shaklda yaratilgan bo'lsam, shuni so'ralma. Ammo imkoniyatimning sirtidagi, qudratimning sirtidagi ishlarni men so'ra olmayman. Inson so'raldigini faqat ixtiyorlikdagi ish. Insonga bir narsam ixtiyorlik berildi. Bir narsam erkin berildi, o'zim ixtiyorlik, ya'ni yo'l tanlashdagi ixtiyorlik. Mushundan so'raladi inson. Allah bizni hergiz nechta arab bo'lib tug'ilmading, turk bo'lib tug'ilmading, ingliz bo'lib tug'ilmading, rus bo'lib tug'ilmading, zaminning paloni tug'il. Ya, bu bizning ixtiyorligimiz emas. Shunga qiyomat kunisi hisob haqida paran qildiganlar buni tushunish kerak. Hisob intayin adil bo'ladi inshaalloh. Chunki inson dunyoda yo'l tanlash erkinligi berildi. Shu erkinlikdan so'raladi qiyomatda. Masalan, kufrni tanlasang, Alloh seni iymonga majburlamaydi. Zulmni tanlasang, Alloh seni odillikka majburlamaydi. Fasiqlikni tanlasang, Alloh seni itoat qilishni, taqvo bo'lib ketishni majburlamaydi. Alloh sening ixtiyorlashingga hurmat qiladi, chunki bu ixtiyorlikni sana bergan. Dal bu ixtiyorlikdan qiyomat kuni hisob edish uchun. Bu qadar insonning ahvoli. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'ziga mutlaq qudratni isbotladi deb, xalq odamni hidoyat qildi, xalq odam. Lekin Alloh subhanahu va taolo dediki, kafirlarni hidoyat qilmaydi, zolimlarni hidoyat qilmaydi, fasiqlarni. Endi Allohning hidoyatidan chiqib ketmoqchi odamlar kafir olsin hidoyat qilmaydi. Fasiq olsin hidoyat qilmaydi. Zulm qilsin hidoyat qilmaydi. Maholatda o'zi hidoyat qilmaslikni tanlagan bo'ladi, Allohning rizosiga loyiq bo'lgan bo'ladi. Ammo hidoyatni xolisin o'zi kufrdan chiqsin, fasiqlikdan chiqsin, zulmdan chiqsin, o hidoyatiga erishalaydi. Şoňaşqa Banu İsraildeki kafirlar nima dedi bugungi oyatda bizning qalblarimiz pechatlendi. Yani Xudoyim hidoyat qilmadi bizni. Xuddi o'zi gunohsizlik bu yerda. Ularning bu holatda qilib qilishi Alloh tarafidan belgilanganidek bu xil shaklda avotdi. Ammo biz deymizki, yo'qsu, sizlar avval mushu xil yo'lni tanladinglar. Yani ular mushu yo'lni tanladi, mushu yo'lda mangdi. Şoň başqa Allah onu hidoyat qilmadi yani. Chunki ular rad qildi, kufr qildi. Oyatning oxirida shu ularning kufr sababli Alloh ularni rad qildi deishning sababi bu. Endi bu masala ulamoning o'tirisida nurg'un munozir qo'zg'agan masala. Amaliyotda munozirga loyiq emas masala asli. Alloh subhanahu va taolo aniq dediki oyatda balla'anahumullohu bi kufrihim. Avval o'zi kufr yo'lini tanladi. Şunlaşqa Allah'ın rahmetini qo'g'landi. Mendeki bayatını tushundim darsning boshida la'nat degan Allah'ın rahmetini qo'g'lanish, yiroqlashtirilish degan ma'noda. Buni qo'llaydiganlar kim, yiroqlashtirganlar kim desa Allah. Chunki qo'g'lash, yiroqlashtirish qo'g'lug'uchi, yiroqlashtiruvchining kuchiga qarab bo'ladi. Allohning kuchini tasavvur qilsak, bularning qanchalik darajada rahmatni yiroqlashganligini bilib olamiz. Masalan, bir kichik balangiz aldığı taşdan birini atıdı. Bu balının atkan teşinin etiş gücü aşı balının yeşi küçüğü qarab buludu. Balı çoğunlaq olsa Irak atıdı. Irak ittirdi mesela. Çoğunlaq olsa texim Irak ittirdi, çoğunlaq da ittiz mesela. At küçüğe, ittəyə küçüğü, Iraklaşdığı küçüğü qarab durup, anəsi Irak qılışıdı. Əmdi, bulanı qoğuluğucu, rəhmətinin at küçüğü Allah oğan vaxtıda bulanınki uçurgan bu lənətninki, bu qoğulaşının, rəhmətinin qoğulaşının küçünün miqdarını insan əqli tunuğudək əhvalda olmaydı bu. Allah atdı ya bulanı, Allah qoğulu diya bulanı, bu yeterlikən bunun qançlı qoğulanğanlıqağa. İti da şu. Mən qoğulasam işki aldımdan qoğulayım birisini. Mən birisini ihtiyasam 2 metr ihtiram, 3 metr ihtiram. Çünki mən. Amma Allah ihtiyagən, Allah qoğulğan, Allah heydigən vaxtıda bunun qançlı qeyd edilganlığını düşünsək burada endi bunun həcmini.
Bella'anahumullahu bi kufrihim, yani Allah ularni ularning kafir bo'lganligi bilan qo'g'ladi ularni rahmatidan. Yo'qlashyapti dedi. Chunki ular u yo'lni tanladi, kafir yo'lni tanladi, kufr yo'lni tanladi. Alloh haydadi bularni. Allah subhanahu va taolo qandaqdir kishilar iymon aytib qolarmi deb do'stlik izhor qilmaydi Alloh. Payg'ambarlariningki kishilarni iymonga majburlab o'zini jafoga solishni xohlamaydi Alloh. Payg'ambarning vazifasi faqat lam yetkizish. Qiyomat kunidagi hisob adil, haqiqiy bo'lsin uchun. Qur'onda dediki Alloh sura Shu'aroning 4-oyatida la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ularning mu'min bo'lmaganligidan o'z-o'zini tugashtirib olmasan. Sana ne? Agar xohlasa ularga osmondan dalil paketini tushirib, ularning bo'yinlarini bo'y agdirtdikni majbur musulmon qildi. O emas, ular ixtiyorlik berilgan. Musulmon bo'lsin, bo'lmasin o'zining ishi. Sen vazifangni ado qilding. Nima deb o'zingni tugashtirib olsa, nima deb o'zingga bak ap ketsa, yetkizib bo'ldi qiladi dedi. Ya'ni bu oyatda demakchiki biz ularning mu'min bo'lishini rasmiy istasakda, masalan, xuddi dunyodagi nurg'un shaylar majburan yaratilgan bir ishlarga. Quyosh har kuni atdigan sharqdan chiqib qarab patadi masalan. Yer shari mustashakkilda aylanadi. Bizning badan a'zolarimizning a'zolari, ichimizdagi ichki a'zolarimiz normal xizmatini qiladi. Biz demasakmi, uxlab qolsakmi? Yani bularning hammasi majburiy yaratilgan, Allohning o'rinlashtirib. Agar unda yaratilgan bo'lib qolsa, hech kimning mu'min bo'lmasligi qad emas. Mu'min bo'lmay turolmaydi hech qaysi. Lekin biz mu'minlarning ixtiyoriy mu'min bo'lishini xohlaymiz deydi Alloh. Bandaning iymon aytishidan foydalandigini o'zi. Bir inson iymon aytganda Alloh foydalanmaydi. Allohga manfaati yo'q uningki. Bizning la ilaha illalloh deganimiz hargizmi Allohning arshini ko'tarib turmaydi. Mayli biz la ilaha illalloh deyli demayli, Allohning arshiga qilchiq ta'sir etmaydi, Allohning ulug'ligiga ta'sir etmaydi. Biz la ilaha illalloh nima uchun deymiz? Qiyomat kuni bizga guvoh bo'lsin uchun deymiz. Nima uchun deymiz? Qiyomat kunisining qo'rqinchisidan Allohning g'azabimizdan qutqazsin deb deymiz. Masala bu qadar. Bu xil shaklda tushunamiz yani. Şu oyatning oxiriga qarasak, bella'anahumullahu bi kufrihim, ularning kafir bo'lganlik sababi bilan dedi. Bular kufr yo'lini tanladi. Bu yerda bu masala bizga muhim bir masaladan biridir. Allah subhanahu va taolo o'zining shirklardan eng bihojat ekanligini bizga xabar qildi. Kim Allohga birovni shirk qilsa, Alloh uni shirk keltirgan shu shirkiga tashlab beradi. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo hadis qudusiyda aytadi: "Men shirklarning shirkning eng behojatiman. Qanday odam bir ishni qilib, shu ishda menga boshqalarni shirk keltirsa, men uni o'zining shirk keltirgan shirkidan tashlab qo'yman uni" deydi. Allah subhanahu wa taolo o'ziga iloh deb guvohlik qiladi. Bu degan o'ziga bergan guvohlik nima dedi? Shahidallohu annahu la ilaha illa huwa dedi. Allohdan boshqa iloh yo'qligiga guvohlik qiladi deyapti. Ya'ni butun xalqlarni yaratishdan ilgirlan men yolg'iz deb o'ziga guvohlik qiladi Alloh. O'ziga ilohlik deb guvohlik qiladi. Sura Ali Imronning 18-oyati bu. Shahidallohu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wa qa'iman bil qist deb guvohlik qiladi. Demek Allah o'ziga guvohlik qiladi bu yerda ilohligiga. Malaikalar amaliy ko'rib guvohlik qiladi. Ilmli kishilar dalil bilan guvohlik qiladi. Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirisida ularni Allohning rahmatidan kufrlik sababidan qo'g'ladi. Kufrlik sababi nega bilan chiqdi bu? Alloh o'ziga guvohlik qiladi o'zining ilohligiga. Malaikalar guvohlik qiladi, ilm egalari guvohlik qiladi. Lekin ahli kitob Allohga tandi, Allohni inkor qilish shunga qo'g'landi. Allah'ın özünün bergen guvallıqıdın mı bular ötmedi ularning kallasını yani. Şunun aşkına bular ne kadar kıldı rahmetini kol. Depolup ayetinin ahirisinde faqalilen ma yu'minun. Ulardan iman ettiğileri bek az değil. Yani normal biz paranlaşkan vaktimizde şu ibaretini işletip kalsak, şu sözünü, şu hazırlık ifadini. Faqalilen ma yahdus keda. Mandaştı demek az yüz birdi. Desek demek çoğunumuzda var. Bir ihtimallık var demek cemdi. İhtimallık koyğanda. Yani bir yerde qalilen ma yu'minun digini şu bizning sözleşip atkan Arap dilimizdeki faqalilen ma yahdus degan qurulmaning bir degan ifadesi bir ihtimallık var. Yuqorida sözlengen mazmundan başka bir ihtimallık var ki ahli kitap açta oldu. Allah bunun na'nizdan qo'g'lidi, lekin
ularning iymon etadigan bak oz degan bor har holda bir ehtimollik bor. Ya'ni ahli kitobdan birasi to'g'ri yo'lga qaytib iymon etib qolishi mumkin. Chunki Alloh har doim ishni bularga ochiq qilib qo'ygan. Allohning ishiga hech kim taqiq emas. Shuningdek biz yosh vaqtida o'ziga o'zi zulm qilib, haddidan oshgan, yo'ldan chiqqan kishilarningki umrining oxirida kelib tavba qilganini ko'ramiz. Amaliyotda bular o'ziga zulm qilgan bular amaliyotda. Lekin tavba qilib xatoligini e'tirof qilgan vaqtda haq yo'liga qaytdi. Alloh iymonni qabul qildi. Shuningdek oyatning oxirida faqallila ma yu'minun. Iymon etishning ehtimoli bor yani. Ya'ni ko'pinchalar kufrlikda davom qilsa-mu, ammo az bir qismi iymon qaytadiganlar bor. Ammo bular bek oz demakchi. Şundan 88. oyatdagi bular munosabatlik mazmun oxirlashdi. 89. oyatda ilgirki hozir biz so'zlagan mazmunga kelganda ahli kitobning yuqorqi o'tkazgan jinoyati xatoligiga ko'rsatgan bahonasi buning andikin Alloh bularga raddiya sifatida qaytgan haqiqiy sabab, ya'ni bularning shu qadar gunohga tushib ketishininki, shu qadar xatolashining haqiqiy sababini bayon qilib o'tdikki, yani bularninki bayatdan biz bayon qilgan bir sabab bor. Asli bularning bu qadar xatolashib ketishning sababi bularning kufr yo'lini tanlaganlik dedikki, shuningga dalil sifatida bularning kufr yo'lini tanlaganlik, kafirlik bulardiki iymon yo'lini tanlamaslikning bir shaklini Alloh subhanahu va taolo bizga misol sifatida ko'rsatib berdi. Deyaptiki, astagfiru billah, "Va lamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum." Masalan deganda xuddi biz "Wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin" deb oyatning oxirida ilgirki oyatdagi mavzuni ayni shaklda takrorlanadi. Oldingi oyatda balla'anahumulloh bikufrihim deganmidi, hozirgi oyatda fala'natullahi 'alal kafirin ayni mazmun yana. Oldingi oyat deganki, ularning kafir kufr yo'lini tanlagan Alloh shuni la'nat qilgan deganmidi. Bu yerda bizga bir misol berdi. Qanday misol? Bunday misol bu. Hammalar bilasizlar, payg'ambar alayhisolatu vassalam Makkadan Madinaga hijrat qilib keldi. Rasululloh Madinaga hijrat qilib kelishdan ilgirlar Madinadagilar xili aholi musulmon bo'lib Rasulullohga itoat qilib bo'lgan. Nima uchun? Acaba Makkada 13 yil da'vat qilib 4 yil odam iymon etdi. Madinaga kelmay turib Madinada shuncha ko'p sonliq odam iymon etdi desa, asli Yahudilar arablarni menda qo'rqitadi. Bizning kitoblarimizda bir payg'ambar bor, oxirgi zamonda kelgan. Buning zamoni yaqinlashdi. Mushu payg'ambar kelib qolsa, biz shu payg'ambar bilan birlashib haqasini o'ttirib tashlaymiz go'ylada buni qo'rqitadi. Madinaliklarning kallasida bir xil mushundan bir qo'rqinch, mushu go'ylar shu payg'ambar bilan birlashib bizni bitirib qo'ytami deb bir xil shu payg'ambar to'g'riliq qilishdi. Ma'lumot bor va shundan bir xil qo'rqish bor yani. Shuning bilan bu payg'ambar shunda Makkadan chiqib edi, Yahudlarningki hasta tutdi. Ammo Madinadagi arablarga bo'padi, ha deb oldirab silab iymon etdi. Darhollam iymon etdi bular. Hajga borgan mazgillar Rasululloh bilan yushuron ko'rishib, o'zining iymon etganligini ifoda qildi. Rasululloh sahobadan birini qo'shdi, Madinaga keldi, da'vatni taqatdi. Rasululloh Madinaga kelib bo'lguncha Madina iymon nuri taqdi. Endi Alloh mushu oyatda bularning kufrligiga ko'rsatgan bir misoli ko'rdinglarmi? Sizlar ilgari arablarni qo'rqitdinglar. Bir payg'ambar keldi, bilan birlashib sizlarni anda qilamiz, bunda qilamiz deb shu payg'ambar bilan boshqalarni qo'rqitdinglar. Payg'ambar kelgandan keyin payg'ambar olib kelgan narsa amaliyotda g'ayri narsa emas, zid narsa emas. Sizning Tavratdagi mazmunni to'liqlaydigan, tasdiqlaydigan ayni bir mazmun amaliyotda. O'zingni burun degan gapga vaqt kelgan vaqtda inkor qildinglar. Mana bu sizlarning kufrliqinglar emasmi? Shunlashqa Allohning la'nati sizlarga kofirlar bo'lib degan shaklda. Allohning la'nati mushunga o'xshash kofirlarga bo'lib degan shaklda ma oyatni keldi. Bu bir ilgirki oyatga nisbatan misol shaklda aklangan oyat. Yani Abdur tushuntiryapti. Alloh subhanahu va taolo bizga Banu Isroilninki bizning qalblarimizdan taqoq, hidoyat, iymon nurlari kirmaydi deganligini, bunda bana ko'rsatganligini.
Ayaq bo'lgandan keyin bizga bularning kufrligining yana bir shaklini bermoqchi bo'ldi bu yerda. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bularga shularning qashiga Tavratni tasdiqlaydigan bir kitob tushirdi. Tavratni tasdiqlab tusumu bu kitobga bular inkor qildi, kafir bo'ldi. Agar ma kitob avulning qashiga kitobdan farqli qolgan bo'lsa, bu yerdagi masalada o'xshamaslik qolgandan keyin shuni bular iymon etmadi, ishonmadi desak bo'ldi. Lekin o'xshash. Tavratning asosiy prinsiplari bilan Qur'onning asosiy prinsipi o'xshash. Ham bular uning ustiga ilgari Rasululloh kelishdan, Qur'on tushishdan ilgari Tavratda tilg'irilgan shu payg'ambar shu kitobga iymon etgan odamni ba'zi deb bo'lgan bular biz mush payg'ambarga ishonamiz deb. Bular Madina ahliga aytdiki, bir payg'ambarning zamoni yaqinlashdi. Biz uning ishonamiz, agishimiz sizlarni ot Iron qabilasini o'ltirgandek o'ltirutimiz deb manda qo'rqitdi bular. Yahudlar Madinada yashaydi. Yahudlar bilan Avs, Xazraj, Arab qabilalari bilan yashaydi. O'tirdimda ba'zi bir ziddiyat, da'talash yuz bergan vaqtda kelgusi payg'ambar bilan tahdid soladi. Ammo Rasululloh ketdi, shu o'zi tahdid solgan shu payg'ambar, o'zi boshqani qo'rqatgan biz iymon etimiz, agishimizga shu payg'ambar kelibdi, inkor qildi. Uning tushgan Qur'onga inkor qildi bular. Bu Yahudlarning ayni kufrligining bir misoli. Amaliyotda bir Yahudlarning bu kufrligi o'zi bilib bilmay islomga yordam bo'lgan. Ya'ni Yahudlar mushu kufrlikda Rasulullah'ningki g'alaba qilishining sabablarining birisi bo'lib qolgan Yahudlar mush kufrligi. Chunki Avslan Xazraj Rasululloh o'vatilgan vaqtida burun anglab ketgandek u gapni. Mana ma'u dal Yahudlar bizga shuni bilan tahdid soldigan payg'ambar mush ekan deb aldirib bayat qildi Avslan Xazraj. Demek bu xuddi Yahudiylarni Allah ulup bilmesden İslam'a yardım kılış, İslam'ın nusretiga Allah boysunub bergan. Yahudlar bilmesden İslam'ni ayada qana qildi, İslam'ın kengayishiga, g'alaba qilishiga sabab bo'ldi o'zi. Payg'ambar alayhisalom Taifdagi kishilardan qashqa boradi. Biz tarixda o'qidik. Makkada 13 yil o'tdi, hech qadam agashmadi. Taif qoratdi. Undan keyin Makkaga qabilalarningki kelishini kutatdi mavsumida da'vatni to'g'rilash uchun. Da'vatni ularga to'g'risi hammasi rad qilib to'sab Rasulullah'a aziyat berdi mesela. Rasulullah Mekke'de bu kadar qiynaldi. Davet bu kadar taqillanmadı Mekke'de. Ama Allah davetning taqilishini xohlagan vaqtida Mekke'ga bir bilik kishilar keldi. Shu Avs Xazraj shularning qatorida Rasulullahning qishig'a. Amaliyat Rasulullah ularning qishig'a bormadi, Mekke diniga bormadi. Men din davet qilaman deb. O'zi keldi ular. Rasulullah'a bayat qilganligini, Rasulullahning risolatiga iymon etganligini, Rasulullahning da'vatini taqitishi qatorliq ishlarga bayat qildi bular. O'zi bayatni e'lon qildi. Halbuki Rasululloh buni ulardan talab qilmagan. Rasululloh Taif qo'ygan, ular rad qilgan. Mekkada 13 yilda rad qildi. Har qabilani qishqo'da rad qildi. Madinaga bormadi, Madinaliklar o'zi keldi. Ondan keyin Madinaliklarning o'zi, ya'ni Ansarlar Rasulullahni shu iymon yurti bo'lgan Madinada öz arasında yaşashga chaqadi. Demek ki şunun hammasi Allah xohlagan vaqtda, İslamga yordam berishni xohlagan vaqtda Madinaga hijrat qilish bilan bo'ldi mush ishlarning hammasi. Rasulullahga ergashishlar yordam berishni xohlagan vaqtda bo'ldi bu ishlar. Endi Allah subhanahu va taolo mushu Yahudlarning mushu qilgan ishlar haqida deydi. Va kanu min qabli yastaftihuna lillazina kafaru. Bundan ilgari deydi ma Yahudlarni. Bundan ilgari müşriklerinin üstüden tehdit salattı bular. Ularning üstüden g'alaba qildiganligini, ya'ni Rasululloh kelishdan ilgari bularga mana deydi, mana deb tehdit saldi, mana deydiki, bir payg'ambarning zamoni yaqinlashdi, biz shuni iymon etib, shunga ergishimiz deb mundaq deydi bular. Deydi mushu gapni burun. Rasululloh ketdi, inkor qilib, Rasulullohning risolatiga tandi bular. Yani bu Yahudlarninki mush kufrni yo'lini tanlaganligining bir misol. Burun deydi, keyin inkor qildi. Anmayada oyatning o'zida Yahudilar müşriklarning ustidan, kofirlarning ustidan degan bir iboratni ishlatdi. Ya'ni Madinalik arablarni kofir degan iboratni ishlatishi. Chunki Madinadagi Avs Xazraj ular taqa musulmon bo'lmagan vaqt, Rasululloh kelishdan ilgari shuni o'qitdi. Chunki Rasululloh kelmagan vaqtda Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirida bizga to'liq Yahudilarninki kufr shaklini to'liqlab ya'ni davatidi. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Ular biladigan payg'ambar, ular biladigan kitob kelibdi.
Dastlabda shu nimaligi degan ansarlarga, ya'ni Avs Xazrajlarga, Makka, Madinadagi arablarga degan o'sha payg'ambar kelibdi. Kafaru bi. Mana buning kufrni tanlaganligining bir misoli bu. Shunlashqa fala'natullohi alal kafirinki kafirlarga Allohning la'nati bo'lsin. Allohning la'nati kafirmi? Ya'ni oldingi oyatda kafir o'g'alliq tufayli la'nat qildi deb emasmi? Shuning bir misoli yana. Demak biz yuqoridagidek Banu Isroilninki naqadar murakkab bir inkorlik ishi ekanlik. Banu Isroilda naqadar murakkab inkorchilikning borligini ko'rib olamiz. Buni kutgan, xo'sh-bishorat bergan payg'ambar keldi, lekin buni kibrlik tutdi. Halbuki bu shu yangi payg'ambarning kelishiga ishonch qiladi. Bu payg'ambarning sifatlari shularning Tavratida bor, lekin bular iymon etishni rad qildi. Shu sababli bu Allohning la'natiga loyiq bo'ldi. Biz yuqori degandek la'nat degan Allohning rahmatini qanaqlash qo'llanish. Alloh subhanahu va taolo bizni bu qadar rezillikdan, bu xil pasib o'ringa tushib qolishdan, bu xil salbiy o'rinlarga tushib qolishdan saqlasin. Bu qissalarning bizga hikoya qilinishi, bizga ibrat qilinish uchun, qalbimizni sog'lom tutishimiz uchun, har ish bo'lsa amaliyat, haqiqat tarafda bo'lishni tutishimiz uchun berilgan bir dars bu bizga nisbatan. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.